Atanlar dikkat. Ma kavçağının içinden çıkan zat nemo? Mana maşındaq nərsini hazır ballar yavadıdı. Bunu bəzdə çaşqanның quyruğu deb o'ylaydi ki, əməliyyatda bu toğuniki ən əza yeri. Yana toğuniki boyun göş. Boyun göş, yana göş izish mashinasining ichiga kirgan chaqda jimirlib, to'lg'ilib başqa qo'riq o'xshab qolgan narsa. To'g'onning boyun göşінің bozor bahasi necha demaysizlar? Faqat 3 yuan. 3 yuan kilosi. Bu yerda tomir va, tamoq yetkazish kanaychisi va nurg'un narsalar tang izilib bo'lgan ekan, yaxshi izilmagan sabablik mashaq chashqonning quyruqidek chiqib qolgan. Buningdimi vashisi nurg'ulg'an o'li qolgan jonivorlarni maxsus o'sha go'sht izish mashinasiga majbur tiqib, hatto terilar bilan tang tiqayotgan ko'rinishim bor. Buni cho'ng kichik kavchan qilib, kash bozorlarda. Yana nurg'ulg'an yayimchi shovkovchilar. Ana desam bir qism qarindoshlar uning xato tushuncha bermangizlar. Yani şu azam pulluq, şarat yaxshi bo'lmagan ba'zi kavchanlarni boshqa ibzib bilib-bilmay azanka debla bozor salgan ishlami yo'q emas. Endi bu yerda davomli holatda Asra shirkatining mahsulotini keng xalq qamisiga bir davolay. Asra shirkatining filmlarini to'xtamay chiqaryapman. Chunki Asra shirkatining mahsulotini to'liq tushungachga o'zim yeb tetib boqqashqa mana bugun sizlarga deydigan bir fursat bo'ldi. Bo'lsa qarindoshlar bugun amaliy harakati bilan ma'lum do'kondan bir tal kavchan olay. Ondan Asra shirkatining kavchansini ikkisini birga akab solishtirib boqay. Bo'lsa mas'uliyatchi ota-onalar bir tal yurak berib, inkas rayoniga o'ylig'inizlarni iz qo'yganmisizlar. Hech bo'lmagan chog'da barmoq qo'lni berib qo'ysangizlar, men doim sizlarga yaxshi bo'lgan mazmundagi filmlarni yo'llasam. Andos ketdik. Unda bo'lsa qarindoshlar, odatdagi kavchan bilan Asraning kavchansini 30'ini yerib ko'rgan chog'da zodi nimani bilib oldi? Men hozir naq maydonda bir suyib ko'rib boqay. Mana mavo azam pulliq kavchan. Buningga qitilgan ximiyalik moddasi ma'lum jiqvan ekan, shunchalik ezilib holatda tayyor ketgan nima qarindoshlar. Mana mavo azam pulliq kavchanniki hozirgi ahvoli. Mana shunday holatda. Endi mana bu Asraniki to'sh go'shniki ishlatgan material o'simlikdan og'al rang bo'g'ashqa to'sh go'shning ichi kiramgan. Xuddi men hozir to'sh go'shning talalaridan tortib mana suyib chiqarib olayman. Mana har bir to'sh go'sh shunchalik jonli holatda. Ishlatgan go'shning miqdori 80% yetadi. Mana mavo azam pulg'i pishqon siri yug'raydigini. Mana mavo Asraniki 80% go'sht qitilg'ini pishqan siri kichiklaydi. Ikkisini birga qo'ygan chig'imizda farqi bor. Mana sizlar ko'rib turgandek, mavo yug'rab turdi. Yana pishasak yana yug'raydi. Ham buni ikkisini o'ttisini yer ko'rib baqili. Mana mavo azam pulliq kavchaqning pishqa holati. Mana mavo Asra shirkatidagi kavchaqning pishqa holati. Mana to'sh go'shtlari mashina odatda yerib turmoqda qarindoshlar. Bu talaliq hamisi to'sh go'shi oqsil eng ko'pya. Taz yedigan yerimiz misha. Mana yegan chog'ingizda to'g'ri go'shtning ta'mini bevosita eta olasiz. Shuning bilan birga qarindoshlar, Asra shirkati o'zining mahsuloti bilan Asra nomisidagi kavchan jinsini keng xalqimizga sundi. Talla bozori olsun, maktabning oldida olsun, har qanday yerda xotirjam seting. Agar mushini yeb, bolalarning salomatligini mas'ul chiqib qolsa, mana Asra shirkati o'z ustiga oladi. Yana mushu Asra shirkatining Jabbor ustam, mushu kavchanga munosabatlik har qanday ish bo'lib qolsa, mayli vanqo'ng, mayli cho'lpan, mushu yemek ishmak shunaslar kelsa, suhbat qilishga qizg'in qarshi olaman dedi. Aloqalash nomerimiz 156 88 31 82 88. Bolalarimizning salomatligi uchun, sog'lomligi uchun yurakdan bir tan berib qo'yganmiz. Rahmat sizlarga.